Hurmatli otaxon, onaxonlar, aziz yurtdoshlar. Bugun siz bu videoda pensiyaningizga tegishli eng muhim, eng og'riqli va eng achchiq xabarni eshitasiz. Aynan yurak va qon bosimi dorilari narxining 3 barobar oshishi hamda yangi, yashirin bojxona yig'imi sabablarini chuqur tahlil qilamiz. Hozirgi kunda pensiya ta'minoti bilan bog'liq vaziyat tobora murakkablashib borayotganini, ayniqsa muhtaram keksa avlodimiz uchun qanday qiyinchiliklar tug'dirayotganini ko'rib, yuragim og'riydi. Bu video oxirigacha sizni davlatning pensiyaga chiqishga tayyorlanayotgan va pensiyaga chiqqan insonlarga bo'lgan munosabat haqidagi butun haqiqatni ochib beradi. Quloq soling, hurmatli keksa avlod vakillari. Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatimizning eng himoyasiz qatlami, sizning, ya'ni otaxon va onaxonlarimizning orqasidan pichoq urdi. Eng hayotiy muhim, import qilinadigan qon bosimi va yurak dori vositalariga yangi, yashirin bojxona yig'imi joriy etildi. Bu nimani anglatadi, bilasizmi? Bu shuni anglatadiki, dushanbadan boshlab har bir qadoq odatiy doringiz narxi ropparosi 85 ming so'mga qimmatlaydi. Ha, adashmadingiz, naq 85 ming so'mga. Vazirlikning ma'lumotlariga ko'ra, bu mahalliy ishlab chiqaruvchini qo'llab-quvvatlash emish, ammo bizchi, bizning qadrli keksa avlodimizchi? Axir biz siz bilan birga yaxshi bilamiz-ku, ularning arzon analoglari shunchaki ta'sir qilmasligini, umuman yordam bermasligini. Oylab ko'ring, azizlarim, siz umringizning eng go'zal yillarini, eng quvvatli davringizni bu vatan ravnaqi uchun, shu yurtning farovonligi uchun, farzandlaringizning kelajagi uchun tikdingiz. Necha yillar davomida paxta dalalarida ter to'kdingiz, zavodlarda, fabrikalarda mashaqqatli mehnat qildingiz, maktablarda ilm ulashdingiz, shifoxonalarda insonlarning jonini saqlab qoldingiz. Sizning qo'llaringiz bilan qurilgan binolar, sizning mehnatingiz bilan yaratilgan boyliklar shu davlatning poydevori bo'ldi. Siz nafaqat o'z oilangizni, balki butun jamiyatni yelkangizda ko'tardingiz. 40-50, hatto 60 yillab fidokorona mehnat qilganingiz, har bir so'm pensiyani halol peshona teringiz bilan topganingiz, farzandlaringizga, nabiralaringizga o'rnak bo'lib yashaganingiz. Bu shunchaki raqamlar emas, bu sizning hayotingiz, bu sizning sharafli tarixingiz. Endi esa qarilik gashtini surish, nabiralarga ertak aytib berish, o'z salomatligingizga gamxo'rlik qilish o'rniga har kuni yurak va qon bosimi dorilariga qo'shimcha 85 ming so'm to'lashga majbur qilinganingiz adolatdanmi? Bu sizning mehnatlaringizga, sizning fidokorligingizga berilgan minnatdorchilik shu tarzda bo'lishi kerakmi? Agar siz ham mening fikrlarimga qo'shilsangiz, agar siz ham o'z hayotingizdagi shu kabi adolatsizliklarga duch kelgan bo'lsangiz, o'zingizning mehnat stajingizni, qaysi sohada ishlaganingizni va bu yangi yig'im haqida qanday fikrda ekanligingizni izohlarda yozib qoldiring. Keling, birgalikda bu ovozni balandroq eshittiraylik. Hurmatli tomoshabinlar, bu kabi muhim huquqiy masalalarni, pensiya bilan bog'liq yangiliklarni va davlatimiz qonunchiligidagi o'zgarishlarni birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz, bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Har bir obuna sizning ovozingizni balandroq yangratishga yordam beradi. Bizga esa sizga yanada samaraliroq yordam berishga kuch bag'ishlaydi. Bizning jamoamiz sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun doimiy ravishda ishlamoqda. Avvallari vaziyat qanday edi? Yillar oldin, sobiq ittifoq davrida ham, mustaqillikning dastlabki yillarida ham keksa avlodga bo'lgan munosabat boshqacharoq edi, to'g'rimi? Garchi moddiy ta'minot bugungidek yuqori bo'lmagan bo'lsa-da, keksalarga hurmat, gamxo'rlik hissi jamiyatda ancha kuchli edi. Mahalla-ko'yda biror otaxon yoki onaxon qiynalsa, butun mahalla yordamga shoshilar edi. Pensiya jamg'armasi ham, garchi mablag'lari cheklangan bo'lsa-da, har bir keksaning holidan xabar olib, hech bo'lmaganda eng zarur narsalar bilan ta'minlashga harakat qilar edi. Dorixonalarda imtiyozlar, chegirmalar bor edi. Odamlar bir-biriga yordam berar edi. Bu shunchaki moddiy yordam emas, balki ma'naviy ko'mak, hurmat va qadrlash edi. Keksalik sharafi bor edi. Pensiyaga chiqqan inson tinchgina nafaqada dam olib, nabiralarini erkalatib, rohatlanib yashashni orzu qilar edi. Davlatning gamxo'rligi borasida xotirjamlik bor edi. Bugunchi? Bugun biz qanday reallikda yashayapmiz? Pensiya jamg'armasidan berilayotgan mablag'lar bor yo'g'i eng zarur oziq-ovqat va kommunal to'lovlargagina yetadi. Ammo salomatlikchi? Sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlar qanchalik aytilmasin, amalda dorilarning narxi osmonga chiqmoqda. Avvalo, tibbiy ko'riklar uchun navbat kutish uzoq, shifokorlarga borishning o'zi ham bir azob.
Keyin esa yozib berilgan dori vositalarini sotib olish uchun topgan pensiyaning yarmini, ba'zan esa undan ham ko'proq qismini sarflashga majbur bo'lyapmiz. Bizning keksa avlodimiz uylarda, ba'zan yotoqxonalarda 1 yildan, 2 yildan beri yashayotganini ko'ryapman. Ular oz pensiyalardan qanday qilib ogil yoki qizlarning farzandlari uchun kiyim-kechak, oziq-ovqat sotib olishadi. Hatto qanday qilib bir kunga yashayotganlarini bilmayman. Ozim bilgan bir voqeani aytib beray. Toshkentning chekka mahallasida yashovchi 80 yoshli Munavvar aya umri davomida maktabda o'qituvchilik qilib, yoshlarga bilim bergan. Qanchadan qancha insonlarning hayotini yoritgan. Eri va 2 o'g'lidan ayrilgan, hozir yolg'iz yashaydi. Pensiyasi bor yogi 1 million 200 ming so'm atrofida. Har oy uning yurak dorilariga va qon bosimi dorilariga kamida 300 ming so'm ketardi. Endi esa bu 85 ming so'm qo'shilishi bilan bu xarajat deyarli 400 ming so'mdan oshadi. Tasavvur qiling, u bu pulni qanday topadi? Qanday qilib yeyishchiga, kommunal to'lovlariga, kiyim-kechaklariga yetkazadi? Jonimizning ko'zlarida doim g'amginlik bor, ammo har doim shukr deydi. Bu holatda shukr deyishdan boshqa ko'rasi bormi? Bu yerda faqat shukr emas, balki davlatdan adolat kutish ham kerak. Yoki boshqa bir misol. Qashqadaryoning olis qishlog'ida yashovchi Mirzohid bobo 45 yil kolxozda oddiy dehqon bo'lib ishlagan, 5 farzandni voyaga yetkazgan. Pensiyasi 1 million 300 ming so'mdan sal ko'proq. 30 yildan beri qandli diabet bilan o'griydi. Har kuni insulin olishga majbur. Uning dorilariga har oy 500 ming so'mdan ortiq pul ketadi. Endi esa bu yangi igim sababli xarajatlar yana 85 ming so'mga ortadi. Uning yoshi 78 da. Farzandlari viloyatlarda, ularning ham oz-rozgor tashvishlari bor. Mirzohid bobo har kuni nonushtani qisib, hatto ba'zan tushlikni ham tashlab dorisiga pul yigadi. Unga pensiya emas, go'yo olim hukmi berilgandek. Uning qattiq qo'llari bilan ekilgan paxtalar, bug'doylar endi boshqa dasturxonga tortiq bo'layapti, ammo uning o'z dasturxonida dori-darmondan boshqa hech narsa yo'q. Bu ahvolga jim qarab turishimiz mumkinmi? Bu yangi bojxona yigimi kimlarga eng og'ir zarba beradi? Birinchidan, surunkali kasalliklarga chalingan, har kuni doriga muhtoj bo'lgan yolg'iz yashaydigan keksa otaxon onaxonlarimiz. Ularning soni minglab, balki 10 minglab. Ikkinchidan, pensiyasi eng kam miqdorda bo'lganlar, ular uchun har bir so'm muhim. Uchinchidan, farzandlari chet elda ishlayotgan yoki o'zi ham moddiy qiyinchiliklarga duch kelayotgan oilalar. Bu otaxon onaxonlarimiz uchun o'zbekona gamxo'rlik deganda nimalar yashiringanligini tushunish qiyin bo'lmay qoldi. Ayrim toifalarga pensiya oshirilishi haqida gapirishadi. Pensiya jamg'armasi vaqti bilan pensiyalarni indeksatsiya qilishini, ayrim toifalar uchun oshirilishini e'lon qiladi. Ammo bu oshirishlar har doim ham inflyatsiya darajasiga yetib bormaydi, bozordagi narx-navo bilan muvofiq kelmaydi. Dorilar narxi 3 barobar oshib ketganda, pensiyaning 10% ga oshishi shunchaki ko'zbo'yamachilik bo'lib qolmaydimi? Bu shunchaki bir tomchi suvning katta okeandagi o'rni kabidir. Ba'zida esa pensiyalar oshirildi deb xabar berilsa ham, amalda pensiyaning o'zgarishini ko'rish qiyin bo'ladi. Chunki shu bilan birga kommunal to'lovlar, oziq-ovqat narxlari ham xuddi shunday yoki undan ham tezroq ko'tariladi. Go'yo bir qo'l bilan berib, ikkinchi qo'l bilan qaytarib olgandek. Bu borada yana bir misol. Samarqandda yashovchi 69 yoshli Nodira opa umri davomida tibbiyot hamshirasi bo'lib ishlagan. Har oyda naqd 120 ming so'mga qon bosimi dorisi sotib olardi. Endi esa uning dorisiga 8500 so'm qo'shilib, narx 185 ming so'mdan oshib ketdi. Bu uning uchun pensiyasining 6dan 1 qismi degani. Uning o'g'li Rossiyada, qizi chekka qishloqda yashaydi. O'zining ham bolalari bor. Nodira opa yolg'iz. Kechasi qon bosimi ko'tarilsa, kimga murojaat qilishini bilmaydi. Uning o'g'li ba'zan yordam yuborsa, u ba'zan o'g'liga pul yuborib turadi. Bu qanday ahvol? O'zi yordamga muhtoj keksa inson qanday qilib bolalariga yordam berishi mumkin? Bu ayanchli vaziyatda bizning muhtaram keksa avlodimiz, doimo qadrli bo'lgan ota-onalarimiz, bobo-momolarimiz qanday yashash kerak? Ularga hurmatni, ehtiromni faqat so'zda emas, amalda ham ko'rsatishimiz kerak emasmi? Davlatning gamxo'rligi shunchaki rasmiy xabarlarda qolib ketmasligi kerak-ku. Hurmatli otaxon onaxonlar, aziz yurtdoshlar. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Sizning mahallangizda, shahringizda, qishlog'ingizda bu yangi bojxona yigimi qanday qabul qilindi?
Keksa yoshdagi insonlar qaysi dorilarni sotib olishda eng ko'p qiynalyapti? Yoki bu vaziyatda sizningcha qanday chora ko'rish kerak? Oz hayotiy tajribangizni, og'riqli xotiralaringizni yoki shunchaki bu masala bo'yicha oz fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Har bir fikr, har bir hikoya bizning umumiy kurashimiz uchun qimmatlidir. Xo'sh, bu vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Birinchidan, pensiya jamg'armasi va tegishli ijtimoiy himoya idoralariga murojaat qilishdan erinmang. Agar siz yolg'iz bo'lsangiz, surunkali kasalliklarga chalingan bo'lsangiz, albatta pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga yozma murojaat qiling. Ularning ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlari bor, garchi ular hamma uchun yetarli bo'lmasa-da, harakat qilish kerak. Ikkinchidan, mahalla fuqarolar yig'inlari, mahalla raislari bilan doimiy aloqada bo'ling. Ularning zimmasida keksalarga yordam berish, ularning muammolarini o'rganish vazifasi bor. Mahalla oqsoqollari faollari bilan birgalikda tegishli organlarga kollektiv murojaatlar tayyorlash mumkin. Bir kishining ovozi eshitilmasligi mumkin, ammo o'nlab, yuzlab odamning murojaati e'tiborsiz qolmaydi. Uchinchidan, imkon qadar, agar holatingiz ko'tarsa, dorilarni ulgurji savdo punktlaridan yoki internet orqali tekshirilgan onlayn dorixonalardan sotib olishga harakat qiling. Ba'zida bu yuzaga kelgan yangi yig'imni qisman qoplashga yordam berishi mumkin. To'rtinchidan, eng muhimi axborotli bo'ling. Qonunchilikdagi har qanday o'zgarishlardan xabardor bo'lish o'z huquqlaringizni himoya qilishning asosidir. Bizning kanalimiz aynan shu maqsadda ishlayapti. Yodingizdami, videoning boshida men sizga dorilar narxi keskin oshgani va bu otaxon va onaxonlarimizga qanday og'ir ta'sir qilishi haqida aytgan edim. Endi aytingchi, sizningcha bu vaziyatda bizning otaxon va onaxonlarimizga umri davomida halol mehnat qilgan, davlatimizga poydevor qo'ygan, farzandlariga o'rnak bo'lgan, eng qadrli keksa avlodimizga vatanimizdan g'amxo'rlik shu tarzda dori narxlarini 3 barobar oshirish orqali bo'lishi kerakmi? Shu savolga o'z javobingizni izohlarda kutib qolamiz. Sizning ovozingiz biz uchun juda muhim. O'zingizni ehtiyot qiling, hurmatli keksa avlodimiz. Biz doimo sizning yonindamiz.